Olmazor tuman Qoraqamish Beshqo'rg'on mahallasida umumiy maydon 10 sotuvli mana shu xonadonim sotuvga chiqyapti. Yo'llar asfalt bo'lgan. Bu yoq taraf Tansifoy bozorchiga chiqib ketish, orasi taxminan 500 metr, ikkita maktab bor. Bu yoq tarafimiz betonga chiqib ketish. Shundoq qilib birinchi liniya oldi qatorda mana shu xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Hozir ichkaridan ko'rsatib o'tamiz. Darvozaxonasiga bemalol 4 ta 5 ta mashina sig'dirib olsanglar bo'ladi. O'ng tomon, chap tomonida bir xilda qilib imoratlar qurilgan. Katta xonalardan iborat umumiy 7 ta xonamiz mavjud bo'lyapti. Bu yerda mana uzumzorlar, fayzli shinamir toza o'zbekcha hovli. Hovlining etek qismida anchagina mana bo'sh hudud, zeleniy zonamiz. Bemalol olib foydalansanglar bo'ladi. Hujjatlardan umuman muammosi yo'q. Bu uyimiz xudo xolasa sotuvga tayyor bo'lib turibdi. Hammasini sotib olib turib, kottejlarni ham qurib tashlanglar bo'ladi. 13 soti juda ham katta maydon. Hovlini o'zida ham xohlasanglar yashasanglar bo'ladi mana. Juda ham fayzli shinamgina xonadonimiz bo'lyapti. Uyimizga qiziqqanlar bo'lsa, video tagida egalari raqamini qoldirib o'taman. Telefon qilib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi.